Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilgan namanganlik fuqaro 34 million so'm jarimaga tortildi. Namangan viloyati Chust tumanida Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilgan 26 yoshli fuqaro 34 million so'm jarimaga tortildi. Aniqlanishicha, 1999-yilda Chust tumanida tug'ilgan fuqaro 2024-yilning yanvar oyida Ryazan viloyati hududida bo'lgan vaqtida migratsiya tartibini buzgani hamda transport uchun mahalliy huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushlangan. Tergov jarayonida unga keyinchalik jinoiy javobgarlikka tortilmaslik sharti bilan Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari tarkibiga kirish bo'yicha shartnoma imzolash taklif qilingan. Taklifga asosan u 2024-yil 16-yanvar kuni shartnoma imzolab, Rossiya Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismda oddiy askar sifatida o'qchi lavozimida xizmat qilishga kirishgan. Harbiy tayyorgarlik davomida 190 ming rubl, 28 million so'm miqdorida oylik maosh olgan. Ma'lum bo'lishicha, Ukraina davlatiga tegishli Telegram kanalida Rossiya-Ukraina urushda qatnashgan o'zbekistonlik fuqarolar ro'yxatida uning shaxsi aniqlangan.